Kelin, Hoyjon, nima qilyapsiz? idishlarni artayotgandim. Haliyam kechki ovqatga urinmadingizmi? Hali kechki ovqatga ancha bor-u. Voy, tavba. Men sizdan kechki ovqatga vaqt bormi, hali yo'qmi deb so'rayotganim yo'q. Kechki ovqatga nima qilyapsiz deb so'rayapman. Lavash qilmoqchi edim. Lavash? Voy, tavba qildim. Siz mendan kechga nima ovqat qilay oyijon deb so'radingizmi? Yo'q, so'ramadim. Nimaga so'ramaysiz? Chunki lavash yegim kelayotgandi. Voy. Bu uyda bitta siz yashamaysiz-ku. Hamda kattalardan, qaynonadan so'ramaydimi yangi kelin? Oyjon, muncha vahima qilasiz. Odam yeyish uchun yashamaydi-ku, yashash uchun yeydi. Voy. Aslida bir bo'li nonga ham odam qorni to'yadi-ku. Voy, biram aqllisiz ey.